Agar uyingizdagi bor masalliqlardan mana shu taomni kechga tayyorlaydigan bo'lsangiz, aniq duolar tagida qolib ketasiz. Idishga qiyma, qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, chesnok, talqon va tabga ko'ra tuz va ziravorlarni qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Duxovkada pishirishga mo'ljallangan idishga ularni xuddi kotlet ko'rinishida joylaymiz va oldindan to'rg'ab qo'yilgan kartoshkalarni xuddi videodagidek terib chiqamiz. Ha aytgancha, idishni yog'lab yuborish esingizdan chiqmasin. Kartoshka va kotletlarimizni bir tekisda terib chiqqanimizdan so'ng tomatli sok tayyorlab olamiz. Bir osh qoshiq tomat va tabga ko'ra tuz va murch solib yaxshilab aralashtirib, so'ngra kotletlarimiz ustiga quyib yuboramiz. Idishimizni ustini avval pergament qog'oz va folga bilan yaxshilab yopib, duxovkaga 200 gradusga 40-50 daqiqaga pishirishga yuboramiz. Pishib chiqqandan so'ng tepasini ko'katlar bilan yasatamiz. Yoniga xohlasangiz guruch yoki puredan garnir sifatida foydalanishingiz mumkin. Retsept yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'ying, xursand bo'laman.